Qaysi bankda ishlash yaxshiroq, davlat yoki xususiy? O'zim 1 yil davomida O'zbekistonda eng katta davlat banklaridan birida ishladim va yaqinda xususiy bankka o'tib ketdim. Bu ishga o'tgandan keyin to'g'risini aytsam, ancha katta difference sezdim. Farq. Shunda вообще было непривычно, chunki davlat bankida bizada corporate culture boshqacha, ish muhiti. Har bir tashkilotda o'zini pluslari, minuslari bo'ladi. Sizlar bu bilan qo'shilmasligi ham mumkin. Davlat banklari odatda ancha yildan beri уже faoliyat ko'rsatib kelayotgan bo'ladi. Ishchilari ham juda ko'p bo'ladi. Har bitta ishchi o'zini узкий pool of tasksga javob berardi. Juda узкому направлению. Xususiy bank yoki startaplarda esa odatda ishchilar kamroq bo'ladi. Bitta ishchi nechtadir narsaga javob beradi. Lekin davlat bankiga qaraganda xususiy bankda maoshlari ancha kattaroq bo'ladi. Davlat banklarida har doim bir bayram bo'lganda katta premiyalar berishadi. Davlat bankida ishlayotganlar bo'lsa, yozinglar qancha premiya oldinglar bu yil. Odatda ularda 13-oylik ham bo'ladi, lekin hozir ko'p banklarda bu narsani olib tashlashgan. Kimda 13-oylik bor hozir yozinglar. Xususiy banklarda esa premiyalar kamdan kam bo'ladi, bo'lsa ham kamroq miqdorda bo'ladi. Davlat bankida ishlash kimlardir uchun qanaqadir prestij narsadek bo'lishi mumkin. Xususiy bankda ko'proq zamonaviy odamlar, yoshlar ishlaydi. Davlat banklarida esa yoshi kattaroq, traditsionniy odamlar ishlaydi desa ham bo'ladi. Xususiy banklarda korporativniy kulturasi более развитый, ancha svobodniyroq, kollektivda ko'proq qanaqadir team buildinglar bo'lib turadi. Hamma bir-biri bilan более свободно, дружелюбно gaplashadi. Davlat bankida esa kasblarning orasida baribir ham qanaqadir distansiya bo'ladi. Xususiy bank yoki startapda ishlaganingizda siz 2 barobar ko'proq narsa o'rganasiz va 2 barobar tezroq. Siz ekspertligingiz bo'yicha ham ancha tezroq o'sasiz. Qaysidir odamlarga ko'proq davlat ishi to'g'ri keladi, ba'zi bir odamlarga esa xususiy kompaniyalarning kulturasi ko'proq to'g'ri keladi. Odamlar bor, ularga prestij, status muhimroq, lekin boshqa odamlarga shaxsiy rivojlanishi, erkinligi muhimroq. У каждого свой выбор. Davlat bankida уже ancha yildan beri bor bo'lgani uchun hamma prosesslari работают как часики, то есть уже всё налажено. Yangi banklarda bu proseslar sal xromat qilishi mumkin, но это нормально. Kim ikkala bankda ham ishlab ko'rgan? Fikrimga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi? Kommentariyda yozing. Obuna bo'lishni ham unutmanglar.